Zimar do'koniga kirib ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga bitta shunaqa loyihani ko'rsataman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir dizaynlar ancha tayyor bo'lib qoldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana qizil setkalar berganmiz. O'tiradigan joylari, mana bu yerda oyna tarafda o'tiradigan joylari, bu yerda kassa qismlari, bu yerda mana tayyorlaydigan joylari. Buni texnik joylarini ham ancha o'rganib chiqqanmiz. Hali tayyor bo'lmadi, ish jarayonlari ketyapti, lekin sizlarga bitta narsani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Qaranglar. O'zi arxitektor, dizaynerlar shpion bo'lishi kerak. Agent bo'lish kerak. Ya'ni bitta loyiha qilinyaptimi, o'sha loyiha bo'yicha hamma ma'lumotlarni yig'ib berish kerak. Bu yerda o'zim eskizlarni bitta ko'rsataman. Men ham shpionga o'xshab borib turib, hamma mebellarning razmerlarigacha, texnik частьlarigacha, u mebel yoki u texnika nimaga kerakligigacha o'rganib chiqqanman. Ya'ni o'sha Zimar do'koniga borib. Sizlarga ham maslahat beraman, dizayner bo'lsanglar yoki arxitektor bo'lsanglar, mana shunaqa hamma narsani oldin o'rganib chiqinglar, loyiha qilishdan oldin. Shunda sizlarda oxirida ko'p o'zgarishlar bo'lmaydi, ham loyiha texnik, ham dizaynerskiy tomonlama ham ancha yaxshi chiqadi.